Oho, kim keldi? Kim keldi bu yerda? Hali nomeri yo'q. Eng qizig'i. Hozir ko'rsataman sizlarga. 1, 2, 3 deb. Usoma Vosiyev. Vashi eplab bo'lmayapti. Rolls-Royce Gelik. Endi AMG GT adashmasam S. Nech pul turadi deb o'ylaysiz, izoh yozib yuboringlar, ha. Narxini bir olin. S ekan. Wow. Ana ovozlar. Ikki joyida obzor do'stlar. Bo'ldi, gap yo'q. Qalaysiz? Tuzumisiz? Ishlab borishmi? Qanaqasiz? Gap yo'q. Damir, как dela? Nechinchi mashina bu уже? Hali ishlar sanaganim. Da. Gap yo'q, mana eksklyuziv do'stlar obzori. Salonlariga baho berib yuboringlar. Tabriklayman, bo'ldi, rastamoshka bo'ldi. Ana qog'ozlari ham turibdi. Nomerlari chiqmadimi hali? Hozir 200 metr oldin gayi to'xtatuvdi o'shanga. Da. Nomer qanaqa? Hali endi ko'ramiz. 10 kun vaqtimiz bor-ku. O'ylayapsiz-a? Nasib. Gap yo'q. Nech pulga tushdi endi bu? 300 ga borib qoldi. 300 ga. Bu hali yaxshi narx, atak bozorda narx nech pul? O'zi bundan oldingi Prostoyro modifikatsiyasi 612 ot kuchligi bizda salonda 305 ming sotilgan edi. Gap yo'q. Tabriklayman, от dуши ham. Disklariga baho beringlar do'stlar. Полный full opsizda. V8 GTS. Gap yo'q. Tabriklayman do'stlar. Rahmat. Bosib, izohda tabriklar olinglar. Hammaga bundan zo'rlari nasib qilsin. Saloni ham ana Anar Fresh rangidan bo'pti. Do'stlar, qani bitta. GTS'larda uchili. Ochanch. Do'stlar, lekin emotsiyasi bomba ekan borib. 50-60. Yo'lni уверенно o'shar ekan, ovozlari ham, ko'rinishlari ham. Как раз bu mashinaning speedometri 360. Чтобы 60 ni o'zini ishlatish uchun. Do'stlar, mana kapotini ochdik. 800 ot kuch deyapsizmi? 816 ta. Gap yo'q. Eng qizig'i mana shu yerdan bilib qoldim. Hozir ikkita privodi bor ekan. Uni elektroprivod bilan benzini, xuddi ana metan bilan benzinga o'chirib yoqqanday. Shunaqa deyaptilar ekan. Qilsam bo'lar ekan, mashinaga gap. Xullas do'stlar, mana O'zbekistonda Usoma Vosiyev etishi bo'yicha yagona GT63S Performance Mercedes deyaptilar. Eng qizig'i, общий 300 mingga tushdi deyapsiz. 300 mingga borib qoldi. Bo'ldi, gap yo'q. Hammaga nasib qilsin do'stlar, like bosib, izohda fikrlarni yozib, tabriklab olinglar. Mana shunaqa.